2009-yilda Florentino Perez Real Madridda Galacticos qurishga 258 million yevro ketkazgan. O'sha paytda Madridda Wesley Sneijder degan hujumchi bor edi. Lekin undan Ronaldo va Benzema tufayli voz kechdi. Qarabsizki, oddiygina mashg'ulot kuni va Wesley har doimdek vaqtida keldi, ammo kelganida uni bitta syurpriz kutgan ekan. Ishchilardan biri uni hamma narsasini yig'ib, afsuski siz jamoadan chetlatildingiz deb ichkariga kirgizmadi. Keyin esa Sneijder Florentino Perezga qilib nimalar bo'lyapti deb so'radi. Real prezidenti esa "Men unchalik ko'p vaqtim yo'q, lekin sen rostdan ham jamoadan chetlatilding. Biz Chempionlar Ligasini yutmoqchimiz" deb aytgan ekan. Wesley esa "Buni seni jamoangdan ko'ra tezroq bajaraman" deb va'da bergan ekan. Keyingi mavsumda esa Inter bilan Serie A va eng qiziqarlisi Real Madrid stadionida Chempionlar Ligasini yutdi va jamoani kiyinish xonasiga kirib, "Men va'damni bajardim" deb sovrin bilan Instagramga rasm qo'ygan. Bu esa milliy gola bilan mazaliroq. O'zimizni milliy ta'mimiz milliy gola.